Bismillahirrohmanirrohim. Saodatning shartlari. Kechagi suhbatimizda birodarlar, fikr qil, shukr qil. Mana shu xulosa bilan chiqib ketdik. Agar siz bilan biz jiddiy fikr qiladigan bo'lsak, rostmana o'ylanib ko'radigan bo'lsak, kalladagi mayda-chuda g'am tashvishlarni, o'y fikrlarni chekkaga surib turib, rostmana fikr qilib ko'radigan bo'lsak, shukr qilishdan boshqa choramiz yo'qligini ko'ramiz ekan. Fikr qil, so'ngra shukr qil. Fikr qilsang, shukr qilishga yo'l ochiladi. Agar shukr qilsang, senga berilgan ne'matlar ziyoda bo'ladi. Bugun ikkinchi darsimiz. Saodatning ikkinchi sababi o'tgan narsa o'tdi, ketdi. O'tgan narsa o'tdi, ketdi. Insonni bugungi kunini ikkita narsa jahimga aylantiradi. Qaytaraman. Bugungi kuningizni ikkita narsa fasodga uchratadi. Birinchisi o'tmishni eslab, o'tmishga pushaymon yeyish. Ikkinchisi kelajak haqida qo'rqib, kelajak haqida xavotir qilishlik. Inson o'tmishini eslab siqilishi, uni yodga solib g'am qilishi bu g'irt ahmoqlik va tentaklikdir. Bunday qilish irodani o'ldirish degani, naqd bugungi kunni zoya qilish degani. Aqlli insonlar o'tmish papkasini yopadi, qayta ochmaydi. Uni unutishlik zindoniga berkitib tashlaydi. O'tmish ishlarni unutishadi. Uni arqonlar bilan mahkam bog'lab, beparvolik zindoniga uloqtirishadi. Uni ustiga tuproq tortiladi, unga hech qachon nur, yorug'lik yetmaydi. U yerdan hech qachon chiqmaydi, chunki o'tgan narsa o'tdi, ketdi. O'tgan ishlar uchun xafa bo'lish o'sha ishlarni orqaga qaytarib bermaydi, birodarlar. Siqilishlik u ishlar uchun uni tuzatib qo'ymaydi. G'am qilish uni isloh qilib bermaydi. Eslab qayg'urish bo'lsa, ularni tiriltirib bermaydi. Chunki endi u yo'q. Chunki o'tgan narsa o'tdi, ketdi. O'sha paytda gugurt olib qo'yganimda deydi. Qara deydi. O'sha paytda deydi, moncha zayimim bor edi deydi. O'sha paytda gugurt olib qo'yganimda mana munchaga ko'payardi ekan pulim. Endi o'tdi, ketdi, tamom. Musulmon odam uni ustiga unga yoqmaydigan biror bir hodisa, kor hol kelsa, musibat ustiga tushsa, bo'ldi endi, ish bitdi. Nima deydi? Qaddarallohu ma sha thumma fa'ala. Alloh o'zi xohlagan narsani taqdir qildi va shuni amalga oshirdi. Demak, shunday bo'lish kerak ekan, shunday bo'ldi. Endi qabul qilamiz, rozi bo'lamiz, ajr olamiz. Chunki o'tgan ish o'tdi, ketdi. Birodar, sen ustingda o'tayotgan, sen kechirayotgan har bir kuning Allohning senga bergan hadiyasi, in'omi. Bu naq kuningni o'tmish haqidagi pushaymon va kelajak haqidagi xavotirlar bilan zoya qilmagin. O'tmishni yomon xotiralar ostida yashashlik bu aqldan emas. Yo'qlik soyabonida tayda qolishlik aqldan emas. O'tmish sharpalaridan o'zimizni qutqarishimiz kerak. O'tdi, ketdi. Nima? Sen birodar daryoni orqasiga qarab oqishini xohlaysanmi? Yoki quyoshni mashriqqa qaytib botishligini xohlaysanmi? Yoki yomg'ir tomchisini osmonga qaytib chiqib ketishini xohlaysanmi? Yoki ko'z yoshini qaytib ko'zga kirishini-yu, sutni ana shu sigirning yeliniga qaytishni xohlaysanmi? Sen o'tmishni eslab o'zingni g'amga, qayg'uga solayotganliging o'ta achinarli va qo'rqinchli holat. Chunki o'tmish bilan ovora bo'lsang, bugungi naq kuningni zoya qilib qo'yasan. O'tmish daftarini ochib, o'tirib olib o'qish, bugungi kunni zoya qilish. Kuch-quvvatni yo'q qilish u omonatga berilgan soatlarni behuda o'tkazishlik. Alloh azza va jalla o'tgan ummatlar haqida nima dedi? Astagfirullah. Tilka ummatun qad xolat laha ma kasabat va lakum ma iktasabtum va la tusaluna amma kanu ya'malun. Alloh azza va jalla Qur'onda avval o'tgan ummatlarni zikr qilib aytdiki, ular o'tib ketgan kishilardir, o'tib ketgan ummatlardir. Ularning qilgan amallari o'zlari uchun. Sizlar amalinglar o'zinglar uchun va sizlar ular qilgan ishlardan mas'ul bo'lmaysizlar. Birodarlar, o'tgan kun o'tdi, ketdi. Tarixni g'ildiragini orqaga qaytarishlikni, orqaga aylantirishlikni keragi yo'q, iloji ham yo'q. Zamonning o'lib bo'lgan jussasini qabrini ochib, tiriltirishga urinma.
o'tmishini eslab, uni takror g'am qilayotgan kishi xuddi unni yana qaytadan tegirmonga solayotgan odamga o'xshaydi. O'tmishni eslab, uni g'am qilayotgan odam xuddi to'ponni yana aralamoqchi bo'layotgan odamga o'xshaydi. Eshakka aytilar ekan, nimaga kavshanmaysan? Yolg'onni yomon ko'raman der ekan. Ya'ni chaynalib, yutib bo'lgan narsani qaytadan olib kelib yana chaynashni nima keragi bor? Musibatimiz nimada, birodarlar? Bugungi kunimizni isloh qilishlikni uddalay olmaganligimiz uchun o'tmishimiz bilan ovora bo'lib, o'tmishni gapirib o'tiramiz. 10 soat gapiring, 20 soat gapiring, o'tmishni gapirganligingiz sizga hech qanday foyda bermaydi. Ha, birodarlar, o'tmishni undan ibrat olishlik uchun, undan o'zimizga va'z, nasihat olishlik uchun eslab qo'yishligimiz joiz. Ammo o'tmish bilan yashab bo'lmaydi-da. Bugungi kunimizdagi kamchiliklarni chiroyli suratda bir chekkaga surib qo'yib turib, o'tmishimizning vayronalari bilan ovoramiz. O'tmish kimning ovozini bo'g'ib turgan bo'lsa, bas bu inson kelajakka xitob qila olmaydi. Chiroyli gap ekanmi? O'tmish kimning ovozini bo'g'ib turgan bo'lsa, bu inson kelajakka xitob qila olmaydi. Faqat o'tmishini g'ami bilan, o'tmishini eslab siqilib o'tirgan odam kelajakka bir qadam qo'ya olmaydi degani. Ma'qulmi? Shunaqa odamlar bor albatta oramizda. Shikoyat qilaveradi. Menga ana qilib bermagansizlar o'shunda, menga mana qilib bermagansizlar o'sha paytda. Ha, bo'ldi, endi o'tib ketdi, gapiraverasan bu narsani. Yana o'tmish haqida yana bir ajib gap. Kim o'tmishga qaytaveradi? Kim o'tmishni eslayveradi? Bugungi kunida quvonchni topmagan inson o'tmishiga takror qaytaveradi. Bugungi kunida yaxshilikni topa olmayaptimi? Bugungi yashayotgan kunda xayriyatni ko'ra olmayaptimi? Xayriyati yo'qmi? Shu odam o'tmishni eslayveradi. Ma'qulmi? Avvallari yaxshi edi. Shakar 78 tiyin edi. Gugut 1 tiyin edi. Hech kim bekor emas edi. Hammani oyligi bor edi. Hozirchi? Hozir nima? Hamma bekarchimi? Birodar, bugungi kuningni qara-da. Sen mana shu Sovet davrini eslayotgan bo'lsang, u paytda masjidlar bunaqa emas edi. Hajga umraganda xohlagan paytda borganda bora olmas edi. Nikoh o'qigani, janoza o'qigani, Qur'on o'qib, pato o'qib bo'lgan odam topilmas edi. Bugungi kuningdagi yaxshiliklarni qaraginda, avvalgi davridagi yaxshilikdan ko'ra ko'proq narsa bor. Demak, bugungi kunida xursandchilikni, quvonchni topa olmagan inson o'tmishiga qaytaverar ekan. Siz o'zingizdan so'rang-da. Siz qaysi toifadansiz? Insu jin, avvalgi oxiri hammasi yig'ilib jamlansa ham o'tmishni ortga qaytara olmaydi. Bu amri mahol ish, bu ayni haqiqat. Chunki odamlar, birodarlar, orqaga yurmaydi, oldiga yuradi. Shamol oldiga esadi. Suv orqaga qarab oqmaydi, karvon oldinga qarab yuradi. Bu Alloh taoloning bu borliqqa qo'ygan sunnati. Hayotni sunnatiga birodar teskari yurma, oldinga qarab yur. Mashinada ketayotganda ham odam laboga qarab ketadi, yo orqaga qarab yuradimi? Hadeb orqaga o'giravergan odam yurib ketar ekan, qoqilib yiqilib ketishi xavfi bor. Agar o'tmishing seni hali ham qo'yib yubormayotgan bo'lsa, demak u hali sen uchun o'tib tugamabdi. Agar o'tmish seni hali ham qo'yib yubormayotgan bo'lsa, demak o'tmish sen uchun tugamabdi. O'tmishni doim eslab o'zing bilan birga olib yurishlik sen uchun og'ir yuk hisoblanadi. Ya'ni ikkala qo'ling ham o'sha bilan band. Endi bugungi kun uchun o'tmishni tashasang, yuking yengil bo'ladi va ikkala qo'ling kelajak uchun, bugungi kun uchun bo'shaydi. Ha, birodarlar, bir yo'li unutib olishlik, esdan chiqarib olishlik degani emas bu. Chunki o'tmishini unutganlar yana shu o'tmishga takror kirib qolishlari ehtimoli bor. Hayotida qilib o'tgan xatolarni bir eslab tursa, kelajakda shu xatolarni qilmaslikka imkon bo'ladi. Ammo umuman eslamay qo'ysa, o'sha takrorlab qolishi mumkin xatolarini, eski xatolarini. Faqat o'tgan ishlardan ibrat olinadi, xulosalar olinadi, tajriba orttiriladi, tamom. O'tmish bilan yashalmaydi. Chunki o'tmish o'tdi,
ketdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala. Bismillahirrohmanirrohim. Saodatning sabablari. 3-sabab. Inson 3 ta kunda bo'ladi. Kechagi kun, bugungi kun, ertangi kun. Demak, o'tmish haqida gaplashdik. O'tgan kunni esdan chiqar, xulosasini ol, uni unut. Ikkinchisi, seni kuning bugungi kun. Ertangi kun emas, kechagi kun emas, ayni bugungi kun seni kuning. Sen bugun borsan, bugun yasha. Agar tong ottirgan bo'lsang, kechki vaqtni kutma. Bugungi kuning bilan yasha. Yaxshi yomoni bilan o'tib ketgan kechagi kun bilan emas. Hali kelmagan ertangi kun bilan emas. Ayni bugungi kuning bilan yashagin. Chunki kechagi kun o'tdi, ketdi, endi u yo'q. Ertangi kun hali kelmadi, u ham yo'q. Demak, sen bugun borsan, bugungi kun seni kuning hisoblanadi. Ustingda bugungi kunning quyoshi porlab turibdi. Ustingda bugungi kunning yorug'i turibdi. Sen bugun yashayapsan. Seni umring shu kungi umr. Bugun borsan, ertaga Alloh biladi. Bormisan, yo'qmisan? Buni bila olmaysan. Shuning uchun bugun tug'ilib, bugun yashab, bugun o'ladigan insondek amal qilib qolishlik kerak. Chunki ertaga deb bo'lmaydi. Birodalar, ertaga degan gap bor yoshlarda. Ertadan Xudo xolasa turnir tortinaman. Ertadan yuguraman. Ertadan mashqqa qatnayman. Ertadan yo dushanbadan. Birodar, bir hikmatli so'z bor. Ertaga deb nomlanadigan yo'lni tanlasang, bu yo'l seni hech qayer degan mamlakatga olib borib qo'yadi. O'zi 90% o'shadamiz hammamiz, to'g'rimi? Ertadan Qur'onni boshlayman. Ertadan zikrni boshlayman. Ertadan zalga chiqib yugurishni boshlayman. Qachondan? Eng qiyin ish, birodarlar, eng qiyin ish o'zingizni ustingizda olib boradigan ish. Birovni bir ishga buyurish, uni nazorat qilish, qil deyish oson. Ammo sizni ham kimdir boshqasi oson itoat qilasiz. Ammo o'zingiz boshqarishga nima qilmaysiz? Toqatingiz yetmaydi. Qachondan? Ertadan. Mana qori bolalarimiz Qur'onga o'tib beryapti. Bugungi qorakamiz o'tgan yilgi qorakani mehnatidan foyda olyapti. Tushunarlimi? Demak, jismonan sog'lom bir odam o'tiribdi, figuralari tekis, hamma yo'g'i o'rnida. Bugun shu figura bilan o'tiribdi, chunki kechagi shu yigit mehnat qilib qo'ygandi bugungi mehnatga. Kechagi rahmatulloh ishlab qo'ydi, bugungi rahmatulloh uni mazasini totadi. Bugungi rahmatulloh kechagi rahmatullohning mehnatini huzurini totyapti. Tushunyapsizlarmi? O'tgan yilgi masjidimizning jamoati mehnat qilgan ekan, bu yilgi masjidimizning jamoati mana masjidda o'tiribdi. Keyingi yildan boshlaymiz deganimizda nima bo'lardi, domla? Bo'lmasida Ramazon kelmasdan boshladik. Shuninglar birodarlar, ertaga degan yo'lni tanlasangiz, bu yo'l sizni hech qayer degan davlatga olib borib qo'yadi. Birodar, tushuning, sizni tashqaridan kelib birov tuzatib qo'ymaydi. Sizni birov tashqaridan kelib tuzatib qo'ymaydi. Eng qiyin ish o'zingizni ustingizda olib boradigan ish. O'zi qoida borki, har qanday toatning avvaligina mashaqqat. Har qanday ibodatning faqatgina avvali mashaqqat, keyin oddiy bo'lib qoladi. Mana bugun roza tutdik. Kimdir obedgacha qiylandi, kimdir asrda qiylandi. 3 kun, 4 kun, 5 kun bo'ladi qiyinchilik. Keyin nima bo'ladi? Oddiy bo'lib qoladi. Xullas, ukalar, yoshligida mehnat qilib qo'yinglar. O'rta yoshga yetganda huzur halovat, qaraganda yetganda rohatga chiqishlik uchun. Agar ukalar hozir rohat degan narsadan foydalanib qo'ysalar, mehnat mashaqqat qaraganinglarga qoladi. O'shuning uchun eskilarning duosi bor. Omi sodda odamlarni yoshligimdan bergan mehnatni qariganimda bergin. Bugun, hozirdan boshlab. Bo'ladimi shuna qilsa? Shuning uchun shu kunda tug'ilib, shu kunni o'zida vafot etadigan odamdek amal qilishlik kerak. Agar shunday qila olsang, birodar, hayoting
o'tmishning xavotir va g'am qayg'ularida o'rlashib qolmaydi. Agar shunday qila olsang, kelajakning qo'rquv xavotirlaridan omonda bo'lasan. Shuning uchun bugungi kun bilan ovora bo'l. Hamma g'aming, e'tiboring, o'y-fikrlaring mana shu kun uchun bo'lsin. Chunki bugun borsan, ertaga yo'qsan. Bugungi kuningda xushuli namozni, tadabburli tilovatni, qalb unda hozir bo'lgan zikrni, borliq haqidagi tafakkurni, ishlaringdagi tartib-intizomni, go'zal axloqni, kuningga rozilikni, tashqi ko'rinishingga e'tiborni va boshqalarga foydali inson bo'lishlikni qoyim qilib qo'y. Ertaga dema, bugun qil. Bugun, ayni bugun shu narsalar bilan ovora bo'l, chunki ertangi kun senga kelmay qolishligi mumkin. Ertaga qoldirma. Sen yashab turgan kuning bugungi kun. Uni soatlarga bo'lgin. Ana shu soatlarini yillarga aylantirgin, daqiqalarni oylarga aylantirgin, soniyalarni kunlarga aylantirgin. Shunda barakat topasan. Shunda kuning qanchalar uzunligini, vaqting qancha ko'pligini qadriga yetasan. Bugungi kunda har bir lahzasida yaxshilik urg'ularni ekib olgin. Go'zal amallarga intilgin, gunohlarga mag'firat so'rab olgin. Shu kunda Robbingni zikr qil, ketishga tayyorgarlik qilib olgin. Shunda sen solih amallar bilan o'tayotgan kuningdan xursand bo'lasan, quvonasan, baxtli bo'lasan. Shunda sen uy joyingdan, ayolingdan rozi bo'lasan, farzandlaringdan rozi bo'lasan, topayotgan daromadingdan rozi bo'lasan, kasbi koringdan rozi bo'lasan, demak baxtli bo'lasan. Chunki birodarlar, baxt bu rozilik demakdir. Astagfirullah. Fakhudh ma ataytuka wa kun minash shakirin. Robbimiz subhanahu va taolo aytayaptiki, bas senga ato etgan narsamni olgin va shukr qiluvchilardan bo'lgin. Agar shunday bo'lsang, birodar, bugungi kuningni qo'rquvsiz, xavotirsiz o'tkazasan. Gina kuduratsiz, hasad va riyosiz o'tkazasan. Chunki ertangi kun kelmay qolishligi mumkin. Sen qalbingni to'g'risiga bir qator gap yozib qo'yishing kerak. Seni kuning faqatgina mana shu kuning. Ertangi kun emas, kechagi kun emas, ayni bugungi kuning. Mana shu gapni birodarlar, ertalab turib, ko'zimiz birinchi tushadigan joyga katta qilib qizil harflar bilan yozib qo'yishimiz kerak. Bugungi kun meni kunim. Bugungi kunim bilan yashayman. Birodar, bugun issiq, yumshoq, mazali nonni yeding. Kecha qattiq po'panak non yegan eding. Endi bugungi issiq noningni kechagi po'panak non bemaza qilib qo'yish mumkinmi? Yoki ertaga keladigan qattiq non bugungi yeyotgan noningni bemaza qilib qo'yish mumkinmi? Yo'q. Agar bugun zilol, tiniq va mazali suvni ichayotgan bo'lsang, nima sababdan kechagi ichayotgan loyqa suvingga qayg'urishing kerak? Kechagi kun zarar ko'rding, ketdi. Bugun foyda qilding-ku. Agar birodarlar mana shu tasavvurni, mana shu o'lchov tushunchani qalbimizda mahkam o'rnashtirib olsak, siz bilan bizni shiorimiz mana shu bo'ladi. Bugungi kunim bilan yashayman. Bugun tinchman, bugun sog'man, bugun boshimda tomim bor, bugun qornim to'q, bugun oyoq qo'lim ishlayapti. Alhamdulillahi robbil alamin. Eng baxtli odam menman. O'tib ketgan kechagi kun bilan emas, hali kelmagan ertangi kun bilan emas, shu kun bilan. Shunda bugungi kuningizni har bitta lahzasini g'animat deb bilasiz, birodar. Shunda o'zingizni yuksaltirishga, amallarni ko'paytirishlikka va ularni xolis bo'lishiga haris bo'lib qolasiz, birodar. Shunda aytasanki, faqatgina pokiza so'zlarni gapiraman. Lag'u behuda so'zlarni tark qilaman, fahsh so'zlardan uzoq bo'laman, so'kinish, g'iybatlardan, namimalardan uzoq bo'laman. Bugun hamma ishimni tartibga keltiraman. Palapartishlik yo'q, eplamachilik yo'q, ko'zbo'yamachilik yo'q. Kitoblarimni tartibga keltiraman, ish stolimni tartibga keltiraman, xonam, ishxonam hammasi tartibli bo'ladi. Usti boshimga qarayman, so'zlarimni, harakatlarimni tartibga keltiraman. Alloh yaxshi ko'rgandek go'zal bo'laman. Bugun Robbimga bo'lgan itoatda g'ayrat ko'rsataman. Namozimni eng komil suratda ado qilishga harakat qilaman. Nafil amallarni bajarishga, Qur'onimni go'zal tilovat qilishga, kitob mutolaa qilishga, vaqtimdan unumli foyda olishga harakat qilaman. Bugun qalbimda yomonlik, bug'zi adovat, kibri havo, hasad va yomonlik gumonlarni, tomirlarni sug'urib tashlayman. Bugungi kunim bilan yashayman.
Odamlarga yaxshilik ulashaman, kasal ziyorat qilaman, janozaga qatnashaman, adashganga yo'l ko'rsataman, mazlumni yonida turaman, och qolganga ovqat beraman, olimni hurmat qilaman, yetimga shafqat qilaman. Bugun kechagi kun. Quyoshing botib yo'q bo'lib ketgandek sen ham yo'qsan. Sen bilan ovora bo'lib bugungi kunimni boy bermayman. Chunki sen bizni tark qilib ketding, endi hech qachon qaytmaysan. Ertangi kun. Sen hali yo'qsan. Sen g'ayb olamidasan. Shuning uchun sen bilan ovora bo'lmayman. Ertangi kun hali hech narsa emas. U yaratilgani yo'q. U hali zikr qilinadigan narsa emas. Inson, sen kechagi kunning odami ham emassan, ertangi kunning ham odami emassan. Sen bugunning odamisan. Seni kuning bugungi kuning. Hayotingni birodar eng yaxshi va eng go'zal suratda o'tkazishni xohlaydigan bo'lsang, saodat qomusining eng go'zal iborasidan foydalan. Bu ibora seni kuning bugungi kuning. Saodatning 3-sababi seni kuning bugungi kuning. Alloh azza va jalla bugungi kunimizdan foyda oladigan solih bandalar qatoriga qo'shgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Bugungi mavzuyimiz saodatning 4-sababi hali kelmagan kelajakni qo'yibdir. Insonni bugungi kunini ikkita narsa fasodga uchratadi. O'tmishga bo'lgan pushaymon va kelajakdan bo'lgan xavotir, qayg'u. Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda marhamat qiladi. Astagfiru billah. Ata amrullohi fala tastajiluh. Allohning farmoni kelib qoldi, bas sizlar uni shoshtirmay qo'ya qolinglar. Hodisalarni shoshiltirma, ulardan o'zib ketishga urinma. Axir sen onasini bachadonidagi homilani yetilmasdan avval tug'ilishini xohlaysanmi? Hali non pishib ulgurmasdan turib, uni tandirdan uzib olishni istaysanmi? Ertangi kun yo'q. Hali u yaratilgani yo'q. Uni rangi ham yo'q, shakli ham yo'q, ta'mi ham yo'q, vujudi ham yo'q. Yo'q u. Endi nima uchun uni bugun g'amini qilib, tashvishini qilib, bugungi kunimizni band qilishimiz kerak? Hali uni yaratilmagan musibatlari, gumon qilinayotgan hodisalarni boshimizga kiyib olib, nima uchun bugungi kunimizda g'amga kirishimiz kerak? Ular hali bormi, yo'qmi? Alloh u musibatlarni, biz gumon qilayotgan musibatlarni yaratadimi, yo'qmi? Buni hech kim bilmaydi. Ehtimol odamlar ertaga bo'ladi deb qo'rqayotgan, vahima qilayotgan narsalar ular o'ylagandan ko'ra yengilroq bo'lar yoki undan ko'ra yaxshiroq bo'lar. Muhimi u ertangi kun g'ayb olamida. U hali yo'q. Shuning uchun yo'q narsani g'amini qilib, bugungi bor kuningni fasodga uchratma, birodar. Ko'prikka yetmasdan turib, undan o'tishlikka urinma. Avval yetib boraylikchi. Ehtimol biz yetib borguncha ko'prik sinib yo'qolib ketar. Ehtimol o'ylaganimizdan ko'ra yengilroq o'tib ketarmiz. Axir o'smagan terakka laylak in qurmaydi-yu, birodarlar. Shuning uchun kelajak haqida fikr yuritish uchun aqlga erk berish, g'ayb kitobini ochishga kirishib ketib, keyin kelishi kutilayotgan musibatlarni o'ylab vahimaga kirib qolish shar'an qoralangan ish. Ertangi kun hali yo'q. Kelajakdan qo'rqma. Sen o'ylagan vahima bormi, yo'qmi? Sen bo'lasanmi u kuni, yo'qmi, uni Xudo biladi. Shuning uchun birodarlar, bunday yo'l tutishlik aqlga to'g'ri kelmaydi. Aqlli odamning ishi emas. Odatda suvni ko'rgandan keyin odam o'tigini yechadi oyog'ini yuvish uchun. Suvni ko'rmasdan turib o'ti yechilmaydi. Albatta bu o'rinda birodarlar, ilmga asoslangan, hujjat dalili bor, aniq hisob kitoblari bo'lgan, hisob kitoblari aniq bo'lgan, ilmiy xulosalar bilan aytilgan narsalarga tayyorgarlik ko'rish bu boshqa masala. Masalan, ob-havoni sovuq kelishiga aytilyapti. Bu ilmiy asoslangan, ilmiy dalillari bor gap. Mana siklon kelyapti, menday bo'ladi, bir yil sovuq bo'ladi. Ko'mirda ertaroq harakatini qilinglar. Uylarda isishlikda paydo bo'linglar deb turib, hujjat dalillangan, ilmga asoslangan, isbot dalili bor. Xabar bo'lsa, bu kelajak haqida bir o'ylanib, uni tadbirini, chorasini ko'rishlik boshqa masala. Ammo odatda odamlar asossiz o'y-gumonlarga tayanib,
vahimalarga beriladi-da, o'zlarini xorlikka ro'baro qilishadi. Bu dunyoda yashayotgan juda ko'p odamlar kelajakdan qo'rqadi. Och qolib ketishidan, kasalga uchrashidan, faqirlikdan, musibatlarning kelishidan qo'rquv bilan yashaydi. Binobarin bugungi kunni boy beradi. O'zi Tavrotda yozilgan ekan. Kitoblarda keltiriladi. Tavrotda shunday deyilgan: "Aktsaru ma yuxof la yakun." Odatda odamlar qo'rqayotgan, sodir bo'lishidan qo'rqayotgan, vahima qilayotgan ko'p narsalar bo'lmaydi. Odatda odamlar vahima qilayotgan narsalarning ko'pi bo'lmaydi. Shu karantin arafasida birodarlar qaranglar-da, odam kulgin keladi-da, qilayotgan ishimizni ko'rib turib. Unlar ajiotaj bo'lib ketdi. Keyin nima bo'ldi? Joyiga tushdi. Vahima qilamiz ekanda, Allohga bo'lgan iymonimizning zaifligidan, qazoy qadarga bo'lgan iymonning zaifligidan inson ertaga nima bo'ladi degan vahima bilan, qo'rquv bilan yashar ekan. Ertaga nima bo'ladi? Aniq bilasizlar nima bo'lishini. Nima bo'ladi ertaga? Alloh aytgani bo'ladi. Bilasizlarmi shuni? Deb qo'yasiz, hech qanday chorangiz qolmaganda, lekin bu gapingiz o'ziga taskin bermaydi. Demak, iymon zaif, qazoy qadarga bo'lgan iymon sus. Ana shu odamlarning ko'pchiligi ana shu qo'rquv bilan yashaydi-da, naq bugungi kunni fasodga uchratadi. Bunday o'y tashvishlar shaytoniy madrasaning bergan ta'limi. Qaytaraman, bu o'y tashvishlar shaytoniy madrasaning bergan ta'limi. Natijasi Alloh azza va jalla Qur'onda marhamat qiladi. Astagfiru billah. Ash-shaytonu ya'idukumul faqr va ya'murukum bil fahsha vallohu ya'idukum maghfiratan minhu va fadla. Shayton sizlarni kambag'al bo'lib qolishingizdan qo'rqitadi va fahsh ishlarga buyuradi. Infoq ihson qilishdan kim to'sadi? Shayton to'sadi. O'zingchi deydi. Ehtiyot qilib olib qo'y, o'zingga kerak bo'ladi. Tomga olib chiqib qo'y. Kulasizlar-a? Tomga chiqingda juda ko'p narsa bor, kerak emas. Kimdir muhtoj shunga. Yangi qurilgan oilalar bor, gazi yo'q, hali deni sizda turibdi, duxovkasi yo'q, pechkasi yo'q, turibdi. Podvalga tushingda juda ko'p kerak emas narsa turibdi. Kerak bo'lib qoladi. Kerak bo'lib qoladi. To'g'ri aytyapmanmi? Esingizdan ham chiqib ketgan o'sha narsa, chiqib qarangda tomda mana bu ertaga borib turib. Shayton kambag'al bo'lib qolishidan qo'rqib, sizlarni fahshga va munkarga, gunohga buyuradi. Endi Alloh nimani va'da qiladi? Vallohu ya'idukum maghfiratan minhu va fadla. Alloh sizlarga o'z tarafidan mag'firat va fazlu karam, boylik va'da qiladi. Kelajakdan xavotirga soladigan narsa shaytonning vasvasasi. Ammo Alloh azza va jalla o'zi tomonidan fazlni va'da qilyapti, mag'firatni va boyligini va'da qilyapti. Alloh taolo aytayapti, birni bersang 10 ni olasan. Birni bersang 700 qilib yozaman savob deyapti. Lekin iblischi bu narsani qilmaslikka chaqiradi. Bunday odamlarni ko'p yig'lab yashaydi. Nima uchun yig'lab yashaydi? Chunki ertaga och qolishi mumkin, kasal bo'lib qolishi mumkin, 100 yildan keyin olam unday bo'lishi mumkin, unday bo'lishi mumkin. Mo'min odamni bu masaladagi e'tiqodi qanday bo'ladi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Va alam annama axtoka lam yakun liyusibaka." Bilginki, nima seni chetlab o'tgan bo'lsa, seni qo'lingga kelmagan bo'lsa, o'tib ketgan bo'lsa, bilginki taqdirda shu narsani seni qo'lingga kelishi yo'q edi. Kelmadimi? Demak, peshanangda yo'q edi ekan. Va ma asobaka lam yakun liyuxtiyaka. Endi seni ustingga nima kelgan bo'lsa, taqdirda shuni kelishi yozilgan edi. Yozilgan edi, dod desang ham, faryod desang ham keldi. Mana mo'minning e'tiqodi shunday. Alloh yozgan bo'lsa odamlar qo'rqib vahima qilayotgan narsani ustimizga kelishini, biz har qanday hiyla chora qilmaylik, baribir keladi. Endi agar yozmagan bo'lsa, kelmaydi. Shuning uchun musulmon odam ertaga unday bo'lar ekan, indinga bunday bo'lar ekan degan vahimalarga e'tibor qilmaydi. Birodarlar, taqdir. Osmonlar va yer yaralmay turib, bandalarning taqdirlari 50 ming yil avval yozib qo'yilgan. Taqdir qalami yozib bitganidan keyin 50 ming yil o'tib osmon bilan yer yaralgan. Tushunyapsizlarmi?
Hali osmon yo'q edi, hali yer yo'q edi, hamma narsa bitilgan. Unda yozilgandan oshig'i ham bo'lmaydi, kami ham bo'lmaydi. Taqdir birodarlar, vasf bilan yozilgan, hukm bilan yozilgan. Vasf bilan yozilgan degani inson ana shu taqdirdagi vasf bilan yozilgan narsaga ta'siri bor. Hukm bilan yozildi degan qismiga ta'siri yo'q. Katabahu bil vasf la bil hukm deydi Imom Azam Fiqhul Akbarda. Bir insonning iymonli yoki iymonsiz bo'lishligi vasf bo'lib yozilgan. Ya'ni iymon yoki kufrni tanlash insonning ixtiyorida edi. Bu tomoniga inson ta'sir o'tkaza oladi. Uni oldida ixtiyor bor. Ammo hukm bo'lib yozilgan taqdir qanaqa taqdir? Erkak ayolligingiz, qaysi zamonda, qaysi makonda tug'ilishingiz, ko'zingiz rangi, bo'yingiz, sochingiz qalinligi, siyrakligi, bu hukm bo'lib yozilgan taqdir. Demak, taqdir hukm bo'lib yozilgani bor, vasf bo'lib yozilgani bor. Vasf bo'lib bilan yozilganiga biz qo'limizdan kelgancha sababini qilamiz, duo qilamiz, u yog'i Allohdan. Hukm bo'lib yozilganiga biz hech qanday ta'sir o'tkaza olmaymiz, birodarlar. Ma'qulmi? Hayoti o'zini qo'lida bo'lmagan odam, hayoti o'zini qo'lida emas. Birovning qo'lida. Masalan, qulni oling. Qulning ixtiyori uning hojasini qo'lida. Uni tasarruf ham hojasini qo'lida. Endi bu qul o'zini ishi ustida g'am qilib siqilishligini foydasi yo'q. Chunki nima deb o'ylamasin, baribir hojasini aytgani bo'ladi. Undoq qilaman, bundoq qilaman deb reja tuzaveradi, qulini hojasi sotib yuboradi, bo'ldi. Ko'ring-da. Bu qul nima deb g'am tashvish qilmasin, nimalarni o'ylab fikr qilib yurmasin, farqi yo'q. Chunki ertaga hojasi sotib yuborsa, tamom, bu rejalari hech narsa bo'lmay qoladi. Bundan tashqari birodar, ertani g'amini qilyapsan, kelajaging haqida xavotir qilyapsan, o'zing bormisan, yo'qmisan, shuni o'ylab ko'r. Kelajak haqida g'am qilib bo'lar ekanmi? Bo'ladi. Bo'ladi. Siz ta'sir o'tkazadigan ishlarga ajoyib gaplar bor, birodarlar. Bugungi kunini haqqini to'laligicha ado qilgan insongina o'zining kelajagidan yaxshiligini umid qilishi mumkin. Diqqat qilinglar, qaytaraman. Bugungi kunining haqqini to'laligicha ado qilgan insongina o'zining kelajagidan yaxshiligini umid qilishi mumkin. Hech narsa qilmasdan yaxshi bo'lib ketadi bu Xudo xolasa desa bo'lmaydi. Sen o'zingga bog'liq bo'lgan ilmni ol. Yosh yigit bo'lsang, hunarni ol, mehnat qil. Hunar o'rgatgan ustozingni rozi qil. Ilm o'rgatgan ustozingni rozi qil. Ularning muhabbatini qozon. Sendan sidqi dildan rozi bo'lgandan keyin sen kelajakdan yaxshilikni umid qilishga haqqing bor. Astagfirullah. Qul innal amra kulluhu lillah. Ayting, hamma ish Allohga oid. Hamma ish kimning qo'lida? Allohning qo'lida. O'zini qachon o'lishini bilmaydigan odam erta indinni g'ami bilan ovora bo'lmas. O'zini qachon vafot etishini bilmaydigan odam yo'q narsa bilan o'zini mashg'ul qilishi mumkin emas. Birodar, kelajakdan xavotirga tushma. Qazoga rozi bo'l. Chunki Allohning aytgandan boshqa hech narsa bo'lmaydi. Bu musulmonning aqidasi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Uhud g'azotida ana shu 50 ta kamonchi tushib ketganligi sababli mag'lubiyatga uchradilar. Musulmonlar mag'lub bo'lishdi. 3 kun o'tib Alloh tomonidan buyruq bo'ldi, mushriklarni quvib orqasidan chiqinglar. Hamroul Asad degan joyga Rasululloh qo'shini bilan chiqib borib turdilar. Mushriklar yengdik deb xursand bo'lib ketishdi, lekin yarim yilga o'tganda qarasa, hech narsa qilishmabdi. Rasulullohni qatl qilishmagan, hech qanday g'anima olishmagan, Madinaga bostirib kirishmagan. Endi orqaga qaytamiz deb turgan paytda Alloh tomonidan buyruq bo'ldi, musulmonlar Hamroul Asadga chiqib borishdi. Aksariyati jarohatlangan. Shunda Alloh tomonidan buyruq keldi, musulmonlar Hamroul Asadga borib turdi. Quraysh mushriklari musulmonlar 3 kunda o'zini to'g'rilab, qo'shin bilan chiqqanligini ko'rib qo'rqishdi. Musulmonlar qaytib ketsa, bular ham ketib borsa, shu maqsadda bir odamni yuborishdi. U yuborgan odami kelib, Payg'ambarimiz Qurayshning ahvoli qanaqa deganida, u Rasulullohni qo'rqitish uchun, musulmonlarni qo'rqitish uchun
odamlar ko'payib, katta qo'shin jamlab, yana ustinglarga kelyapti, qo'rqinglar dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hasbunallohu va ni'mal vakil dedilar. Allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan va qalu hasbunallohu va ni'mal vakil. Unday zotlarga ayrim kimsalar Quraysh odamlari sizlarga qarshi sanoqsiz lashkar to'plagan, qo'rqingiz deganlarida bu gap ularning iymonlarini ziyoda qildi va bizga yolg'iz Allohning o'zi kifoya. U zot eng yaxshi ishonchli vakildir. Birodarlar, bizning shiorimiz shu. Kelajakdan bizga yoqmaydigan xavotirli, vahimali xabarlar, sharpalar eshitilsa, hasbunallohu va ni'mal vakil deymiz. Bizning hisobimiz Allohning qo'lida, uning o'zi naqadar zo'r vakil. Yana qaytaramiz. Tavrotda aytilgan: "Aktsaru ma yuxof la yakun." Odamlar sodir bo'lishdan qo'rqayotgan narsalarning ko'p qismi bo'lmaydi. Xo'p, vahimali, xavotirli xabarlar keldi. Nima qilish kerak? Undoq bo'larmish, bundoq bo'larmish. Avvalambor birodar, shoshilma. Xotirjam bo'l, siqilma. Chunki hozir aytganimizdek, bunaqa vahimalarda ko'pi bo'lmaydi. Olimlardan biri aytgan edi: yozilgan bo'lsa qayoqqa qochay, yozilmagan bo'lsa nimadan qo'rqay? Agar taqdirdagi yozuvni kimdir o'zgartirishga qodir bo'lganida odamlar istashardi shu odamni. Minglagan yillar odamlar qidirib bir kun topishar edi. Xo'p, endi taqdirni o'zgartiradigan birorta odam yo'qmi? Nima deyish kerak unda? Astagfirullah va ufawwidu amri ilalloh innalloha basirun bil ibad. Men o'z ishimni Allohga topshirurman, zero Alloh bandalarni ko'rib turuvchidir. Yodlab olinglar shuni ukalar. Va ufawwidu amri ilalloh. Men o'zimning ishimni Allohga topshiraman, albatta Alloh bandalarni ko'rib turuvchidir. Shu gapni gapirgan kishi Fir'avn xonadonidan bo'lgan odam edi, iymonini yashirib yurgan edi. Shu kishining so'zi bu. Men ishimni Allohga topshiraman, albatta Alloh bandalarni ko'rib turuvchidir. Oyatning davomini qarang. Fawaqahullohu sayyiati ma makaru. Alloh uni, boyagi iymonini yashirgan mu'minni, ularning yomon makr hilalaridan saqladi. Fir'avnning yaqinlaridan bo'lib turib, iymonini yashirib, Allohga ishimni topshirdim dedi, Fir'avnning yomonligidan Alloh saqladi uni. Kelajak haqida bo'ladigan har xil qalbingga yoqmaydigan gapni eshitganingda, birodar, sen aytkinki, men o'z ishimni Allohga topshirurman, zero Alloh bandalarni ko'rib turuvchidir. Shuning uchun ertangi kunda kelguncha o'zini holiga tashab tur, birodar. Uni xabarlarni so'rab surishtirma. U bilan ovora bo'lmay tur. Chunki sen buguning bilan ovorasan. Hali kelmagan kunni, yo'q kunni g'amini o'zing uchun boshingga kiyib olma. Hali quyoshi ko'tarilmagan kunni g'ami bilan bugungi kunni band qilgan kishining ishi qiziq emasmi? Ikkita narsa insonni bugungi hayotini fasodga uchratadi. O'tmishiga pushaymon yeyishi, kelajakdan xavotir qilishi. Hali kelmagan kunni g'am qilishdan ehtiyot bo'l. Saodatning shartlaridan 4-si hali kelmagan kelajakni o'z holiga qo'yib tur. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.